bir insonni oldiga kelib, birodarim, sizga tuhmat qilib qo'ydim desam, o'tgan ishga salovat dedi. Sizni g'iybat qilib qo'ydim desam, o'tgan ishga salovat deb qo'yardi. Yana biri kelib, birodarim, shunchalik yaxshilik qildingiz, lekin orqangizdan tuhmat qilib, sizga nogo'rlik qildim desam, o'tgan ishga salovat. Bir kuni o'sha inson bu dunyodan o'tgandan keyin do'stini tushiga kiribdi. Tushida jannatda yurgan ekan. Birodarim, bu jannatga kirishga ne sabab deganlarida. Alloh bilan shunday ro'bara bo'ldim. Ey Alloh, seni buyrug'ingni bajara olmadim vaqtida. Sen qaytargan narsadan qayta olmadim. Meni afv etgin, meni gunohlarimni kechirgin desa, Alloh taolo o'tgan ishga salovat. Chunki sen u dunyoda ko'pchilikni kechirding, men ham seni gunohingni kechirdim degan ekan. Shunga birodarlar, yaqinda Ramazon oyi kirib kelyapti. Urushganlar bir-biri bilan yarashib, kechirimli bo'lib, Ramazon oyiga pokiza kirishlikka Alloh taolo